videoda pul psixologiyasini 20 bobidan ikkinchisini gaplashamiz. O'tgan videoda birinchi bobni gaplashgan edik. Bugun ikkinchi bob batafsil ko'rib chiqamiz. Bu kitobda 20 ta bob bor va 20 ta maslahat desa ham bo'ladi. Ikkinchi bobi nima haqida? Shu video nomidan ham bildinglar. Omad va omadsizlik haqida. Muvaffaqiyatga, pulga omad qanchalik roli borligi, omad va riskka qanchalik roli borligi haqida, ya'ni aslida hech narsa ko'ringani kabi yaxshi ham yomon ham emas deydi Morgan Housel va ikkinchi bob boshida Bill Gatesni misol keltiradi. U 1 milliondan bir omadi kelgan deydi, ya'ni u o'qigan maktabda kompyuter bo'lgan, qisqa qilib aytganda. U payt hatto top universitetlarda ham kompyuter bo'lmagan, lekin u o'qigan maktabda kompyuter bo'ladi va u do'sti bilan kompyuter o'rganishadi va yana bitta inson bo'ladi. 1 milliontadan bittaga omadsiz bo'lib tushib qolgan inson uni do'sti bo'ladi, ya'ni Allen bilan birga Kent degan ismli do'sti bo'ladi, ya'ni Bill Gates. U ham hozir Microsoft asoschilaridan biri bo'lishi mumkin edi, lekin u o'sha maktab paytida vafot etadi. Baxtsiz hodisa tufayli, ya'ni alpinistlik qilib vafot etadi. O'sha paytlarda 1 yil adashmasam 30 nafardan oshiq alpinist falokat tufayli tog'larda halok bo'ladi deydi har yili. Ya'ni bu ham почти 1 milliondan bir degani. Omad va omadsizlikni bu misol Bill Gates misolida keltirib o'tadi. Morgan Housel'ni ikkinchi bobdagi asosiy g'oyasi nimadan iborat deydi o'zi bu yerda. Muvaffaqiyat ham muvaffaqiyatsizlik ham faqat mehnat natijasi emas deydi. Unda omil sifatida omad va risk ham bor. Bizni ta'sir qilmaydigan narsalar bor deydi. Misol uchun tabiiy birinchi misolni aytadi. Bu Bill Gates misoli, muallif misol beradi. Bu yerda Bill Gates juda aqlli edi. Lekin u o'qigan maktab AQShda birinchi kompyuterga ega maktablardan biri edi. 1968-yilda bu juda noyob imkoniyat bo'lgan. O'sha aytib o'tdim boshida universitetlarda ham hattoki kompyuter bo'lmagan u paytlar. Savol: agar u boshqa oddiy maktabda o'qiganda ham Microsoft qurarmidi degan savolga o'zi ham javob berib o'tgan. Microsoftda asosiy bo'lishligini sababi eng katta rol o'ynagan maktab mana shu maktabim deydi. Ya'ni maktabimda kompyuter bo'lgani deydi. Balki bo'lmasligi mumkin edi agar men bu maktabda o'qimaganimda deb intervyu bergan edi. Xo'p, balki yo'q. Demak, mehnat plus iqtidor bor, lekin omad ham bor bu yerda. U ta'sir qilmagan narsa, maktabni u tanlamagan. Tabiiyki, maktabida kompyuter bo'lishini ham u asosiy fanda bo'lmagan kompyuter, u qo'shimcha sifatida kompyuter o'rgangan, ya'ni asosiy fanlar ro'yxatiga kiritilmagan kompyuter, u qo'shimcha bo'lgan. Ikkinchisi, shu bilan birga risk ham bor. Har muvaffaqiyat hikoyasi ortida ko'rinmaydigan muvaffaqiyatsizliklar bor, omadsiz bo'lgan lekin aqlli odamlar bor. Masalan, 10 ta tadbirkor bir xil harakat qiladi, bittasi lekin muvaffaqiyatli bo'lib chiqadi. Bittasi 9 tasi chiqmaydi. Biz faqat chiqqanini ko'ramiz, eshitamiz, podkastdan intervyularni ko'ramiz. Eng xavfli hatto hammasini nazorat qilyapman deb o'ylash deydi bu yerda Morgan Housel. Housel aytadi, odamlar muvaffaqiyatini 100% o'ziga yozadi. Ya'ni o'zimman deb o'ylaydi 100%. Muvaffaqiyatsizlikni esa tashqi omillarga to'nkab qo'yadi deydi. Lekin haqiqat iqtisod, vaqt, joy, tanishuvlar, tasodiflar hammasi rol o'ynaydi bu yerda muvaffaqiyatga erishish uchun deydi. Natijaga qarab baholash xato deydi. Bu juda kuchli tushuncha. Yaxshi natija doim yaxshi qaror degani emas. Davron aka ham Turdiyev misol keltiruvdilar. Kazinoda yutdik degani, ya'ni boshqalar ham yutadi degani emas. Kazinoni o'ynagani o'zi to'g'ri qaror degani emas. Millioner bo'lib ketsa ham, misol uchun kimdir katta risk qiladi, tasodifan yutib qolishi mumkin. Uni daho deyishadi, lekin
Lekin ehtimol qaror mantiqsiz bo'lgan. Xuddi shunday kimdir ehtiyotkor bo'ladi, bozor tushadi, u zarar ko'rishi ham mumkin. To'g'ri qaror qabul qilishingiz ham muvaffaqiyat olib keladi degani emas. Bu uni ahmoq qilmaydi deydi. Ya'ni o'tirib reja qilib to'g'ri qaror qabul qilsangiz ham sizga siz ta'sir qilmaydigan omil ham sizga muvaffaqiyatsizlik olib kelib qo'yishi mumkin. Eng katta sabo kamtar bo'l deydi kitobdan. Muallif xulosa qiladi, ya'ni agar omadni ulush borligini tushunsang, kamtar bo'lasan deydi va agar risk ham borligini tushunsang, ortiqcha ishonch bilan katta xavf qilmaydi deydi. Strategik xulosa qiladigan bo'lsak, bu omad va riskni hisobga olish uchun bu birinchi o'rinda juda katta risk qilma deydi. Sizni nolga tushiraveradigan risk qilma deydi. Barcha narsani nazorat qilaman deb o'ylama deydi. Zaxira saqla deydi va uzoq muddatga o'yla deydi. Bobning eng kuchli gapi, mazmuni bu muvaffaqiyat ham muvaffaqiyatsizlik ham to'liq sizga bog'liq emas. Xo'p, ikkinchi bobni xulosa qiladigan bo'lsak, risk qil, lekin hammasini tikma. Yo'lga tushib qoladigan, sizni yo'q qilib tashlaydigan risklar qilmang. Ikkinchisi bu yutganingda o'zingga daho deb o'ylamang. Yutganingizda o'zingizga katta baho bera olmang. Va uchinchisi, yutqizganingizda o'zingni ahmoq deb ham o'ylama deydi. Shu ikkinchi bob xulosalari shu. Keyingi videolarda yana bizani 18 ta bob kutib turibdi. Pul psixologiyasi Morgan Housel kitobidan.